Yalan yok, iyi olmayız ama niye kızım dün çıkıp bitti? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya Allah'ım sen osmanlıları örtüsteki barış mahlukatın nurusan. Ya Allah'ım sen osmanlıları barış mahlukatlarının padişahısın. Ya Allah'ım sen osmanlar ve yer örtüsteki barış mahlukatların türlüsü doktorsan. Ya Allah'ım senden başka ilah yok, sen yektesan. O'zingga ibodat qilamiz, o'zingdan madad so'raymiz. Ya Allah'ım cennet haq, do'zax haq, qiyomat kuni haq, qayta tirish haq, hisob kitob haq. Ya Allah savol javob haq. Ya Allah'ım hammasiga iymon keltirdi. Ya Allah'ım barcha hamdlar senga, sendan boshqa hamga loyiq zot yo'q. Ya Allah'ım. Ya Allah'ım sening pokliging, Allah'ım butun koinotning pokligini o'zing ushlab turibsan. Ya Allah'ım senligina poklanadi, sendan boshqa poklik yo'q. Allah'ım sen olamlarni har birini o'zing yaratgansan, tunni kunga, kunduzni tunga almashtirasan. Ya Allah osmonni Allah'ım mustahkam qilib ustisiz yaratgansan. Ya Allah yerni yashashga moslab qo'ygan zotdirsan. Ya Allah'ım osmondan yomg'ir yog'dirib, yerdan don ekinlarni chiqarayotgan zot o'zingsan. Ya Allah'ım sengina maqtovga loyiq zotdirsan. Sendan boshqa iloh yo'q. Allah o'zinggagina ibodat qilamiz, o'zingdangina madad so'raymiz. Ya Allah'ım mana bu Qur'onni o'zing kalomingni ana shu masjidda to'g'ri bir xatm qildik. O'zing fazli kalaming bilan qabul qilgin. Shu o'qigan Qur'onlarimizda, xatmlarimizda Allohim zir zavarlarida, ma'nolarida, ohanglarida adashgan bo'lsa o'zing kechir, fazli kalaming bilan qabul qilgin. Ya Allohim shu oylarni mana bizga muborak qilding. Avvalini mag'firat, ikkinchisini rahmat, uchinchisini do'zaxdan ozod qilaman degansan. Mana shu o'zingni baytingda umid qilib Alloh mana shu o'zingdan shu kunlarda shu o'zingni rahmatingni, o'zingni mag'firatingni, o'zingdan do'zaxdan ozod qilishingni umid qilib mana shu tarovih namozlarini o'qidik. O'zing fazli karaming bilan qabul qilgin. Ya Allohim sendan boshqa ibodatlarni qabul qiluvchi yo'q. Kuch va quvvat ham o'zingdan o'zgada yo'qdir. Ya Allohim mana shu jamoatlarda hammamiz ham qilgan ibodatlarimizni o'zing qabul qil. Shu yerlarga kelganlarni hammasini Allohim ajri azim savob bilan, Allohim ularni ajri azim savob bilan qaytargin. Ya Allohim. Ya Allohim barchalarimizni gunohlarimizni o'zing kechirgin. Ya Allohim o'zing gunohlarni kechirguvchi zot o'zingsan. Tavvobur rohim, tavbalarni o'zi o'ta ko'p qabul qiluvchi rahimli zotdirsan. Ya Alloh sen mehribon rahimlisan. Ya Alloh o'zingdan umid qilib shu yerda o'tirmiz. Ya Alloh sen noumid qo'ymaysan. Sen shunday zotsan, ozgina bir ibodatga ko'p ajr savob berguvchisan. O'zingdan shu ajr savobingni umid qilib o'tirmiz. Ya Alloh sening kechiriming, Alloh sen kechirib olsang hisobga oluvchi yo'q. Sen hisobga olsang o'rtaga tushuvchi yo'q. Allohim sen bizlarni oson yengil hisob kitob qilgin qiyomatni. Ya Allohim o'zingni oldiga borganda Allohim bizlarni o'zing rahmating bilan boqin. Ya Allohim o'ng tomonlarimizdan amalimizni berganlarga qo'shgin. Ya Alloh. Ya Alloh tarozida
vazirlarimizni Alloh og'ir qilgin. Sirat ko'krakdan o'tishda qadamlarimizni o'zing tez qilgin ya Alloh. Sen sengina bunga yordam beribsan ya Alloh. O'zing bizlarga yordam beribsan Alloh. Ya sendan boshqa iloh yo'q. O'zingga ibodat qilib, o'zingdan madad so'raymiz. Mana shu oylarda qilgan barcha bu tutgan ro'zalarimizni, xayr sadoqatlarimizni fazl-i karamingdan qabul qilgin. O'zinglarni o'zi ko'paytirib beraman degansan, ajr azim qilib beraman degansan Allohim. Biz ixlos bilan qilolmaymiz. Sen ozgina bir sabab bilan, sen o'zing fazl-i karaming bilan, lutf karaming bilan bizdan qilgan amallarimizni, qilgan amal sadoqatlarimizni, tutgan ro'zalarimizni qabul qilgin ya Alloh. Ya Alloh, sendan jannatingni umid qilamiz, do'zaxingdan panoh so'raymiz ya Alloh. Ya Alloh, mana shu kunlarda o'zing Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar, ko'p jannatni so'rab do'zaxdan panoh so'raydi deb Alloh. O'zingdan jannatingni so'raymiz Allohim, do'zaxingdan panoh so'raymiz Allohim. Sengina duolarni qabul qiluvchi mehribonsan. O'zingina aytding, duo qilinglar, ijobat qilaman deding. Mana o'zingga ojizona holda o'zingning baytingda Qur'oningni hatm qilib, shuncha tunlarda bedor bo'lib, shuncha ibodat qildik. Alloh seni fazl-i karamingdan qabul qilgin. Bizlarni noumid qo'ymagin ya Allohim. Ya Alloh, qadamlarimizga hasanatlar bergin ya Allohim. Ya Alloh, shu Qur'on qilgan Qur'onlardan hosil bo'lgan savoblardan bizlardan o'tganlar hammasiga yana avvalo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, jamiki payg'ambarlarga, shoriyalarga, sahobiy ikromlarga, shu ahli qabristonda o'tgan jamiki mo'min-mo'minlarga, xususan bizlardan umrga o'ttirgan ota-ona o'tganlarga barchalarga hadya qildik. Ularning qabrlarini Qur'on bilan mana shu kunda munavvar qilgin Allohim. Do'zaxdan ozod qilaman degan va'dang bor. Do'zaxdan ozod qilishingni iltijo qilib so'raymiz ya Allohim. Mana albatta biz ham bir kun boramiz, o'sha kuni bizga Allohim qabrlarimizni yorib qilgin Alloh. Hisob kitoblarimizni oson qilgin Alloh. Ya Alloh, o'zing san kechirursan, o'zingdan so'raymiz. Bugun mana duolarni ijobat qilaman degansan Allohim. Sen hech va'dangga xilof ish qilmaysan. Biz xolsizlik bilan kelib o'tiribmiz Allohim. Senga biz Alloh qilayotgan duolarni ahsan qila olmaymiz. Sen bir sabab sabab so'raysan, sabab qilib bosib keldi Allohim. Shuni o'zi senga e'tibor etsin Allohim. Fazl-i karaming bilan gunohlarimizni kechirgin ya Allohim. Ya Allohim, butun musulmon o'lkalari, yashayotgan musulmonlar hammasiga osoyishtalik bergin. Qayerda musulmonlarga zulm bo'layotgan bo'lsa, ularga yordam bergin. Kofirlarga o'zing kifoya qilgin. Ularni xo'r qilgin ya Allohim. Bu dunyoda ham oxiratda ham xo'r qilasan. Ya Allohim, biz iymon keltirganlarga o'zing yordam beraman degansan, mo'minlarga yordam beraman degansan. Sening va'dang haq ya Allohim. Sen o'zingdan umid qilib so'raymiz Allohim. O'zing yordam bergin ya Allohim. Ustimizda turgan xalqlarimizga hammasini din ishlarida Alloh salohiyatli qilgin. Bizga yordamchi qilgin Allohim. Bizni mamlakatimizni, bizning yurtlarimizni osoyishta qilgin. Ya Alloh, bizning yurtlarimizda dinda yashaydigan butun madrasa, masjidlar qurilib, Alloh ularga ixlosli bandalar bilan ibodat qiladigan bandalarni chiqargin. Bizni zurriyotlarimizdan olim qorilar chiqargin. Butun yerdagi o'zing dinini tarqatadigan solih bandalarni chiqargin ya Allohim. Ya Allohim, ayollarimizga hidoyat ber. Ya Allohim, ayollarimizni sharm hayo bergin. Ya Alloh, qiyomat kuni bizni oyog'imizdan tutadigan qilmagin ya Allohim. Bu dunyodan oxiratda sharmanda qiladigan qilmagin ya Allohim. Ya Alloh, bu ishlarni hayot, fahm, farosat bergin Alloh. Dinda yashaydigan qilgin Allohim. Ularni Allohimizga dinda yordamchi qilgin Allohim. Farzandlarimizni taqvo qilgin Allohim. Farzandlarimizni masjidlarda ibodat qiladigan qilgin Alloh. O'zingni yaxshi ko'radigan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radigan bandalaringdan qilgin Alloh. Ya Alloh, sen shunday mehribonsan. Sen qancha so'raylar, men so'raganni beraman deysan. Biz qancha so'rashni ham bilmaymiz. O'zimiz bilganimizni so'raymiz. Lekin sen qalblarimizdagi hammamizni muhtojliklarimizni o'zing bilguvchisan Allohim. Har birimizni muhtojligimizni o'zing bitirib berguvchisan. O'zingdangina so'raymiz Allohim. Sendan boshqa hech muhtojligimiz bilguvchi yo'q Allohim. Ya Allohim, mana shu oyda mo'minlarning rizqini, birinchi rizqini Allohim o'zing lavhul mahfuzdan shu farishtalarga e'lon qilasan. Mana shu oyda o'tirib, ya Alloh, butun rizqlarimizni yengil, oson qilib bergin, halol qilib bergin Allohim. Ya Alloh, butun rizqlarimizni Allohim o'zing xazinangda to'g'ri tushirgin ya Allohim. Bizlarni uzoq-uzoqlarga, safarlarga chiqib ketib, rizq istab, dunyo istab chiqib ketadigan emas. Alloh din bilan chiqib ketib, dinni qiladigan bilan chiqishga taraf bergin Allohim. Ya Alloh, sen shunday mehribonsan ya Alloh. Ya Alloh, sendan so'raymiz, sengina so'raydigan zot tursan. Olim ulamo shayxlarimizni Allohim iymonda, bizlarga taqvoda peshvo qilgin.
ularni qadamiga mustahkam qilgin, ularni boshini biriktirgin, ummatni boshini biriktirishga sabab chiqib qo'ygin ey Alloh. Sen Alloh har bir ishda o'zing madadkorsan Alloh. Ya Allohim, sen bo'linib yorilishlardan, firqalarga bo'linib ketishdan o'zing asragin. Ya Allohim, oxir zamonda bo'ladigan fitnalardan, har xil ofatlardan o'zing asragin ya Alloh. Ya Allohim, oxiri qiyomat kuni bittagina firqa jannatga kiradilar, 73 firqadan Allohim. Biz o'sha firqa qaysiligini bilmaymiz. Sengina bilasan. Biz o'sha firqada yurishdan, o'sha toifada yurishdan ta'sir bergin Allohim. O'sha yerga solgin, biz bilmaymiz Allohim. Sen o'sha yerni o'zingizni to'g'ri qilgan, oson qilgin Allohim. Ya Robbil alamin, ya hayron nasib. Hamd o'zinggadir ya Alloh. Ya Alloh, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, u zotning oilalariga salovat salomlar bergin. Sahobalarga salovat salomlar jo'natgin ya Alloh. Ya Alloh, sen shunday zot tursan Allohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga dinni to'liq yetkazdilar. Ya Allohim, u kishiga qancha salovat aytsak ham Allohim oz ya Allohim. U kishining Allohim bu dunyoda qiyomat kunida darajalarni o'ziga maqomlar darajalarga ko'targin Allohim. U kishining shafaatlaridan hammamizga nasib bergin Allohim. Ya Allohim, sen shunday mehribonsan. Ya Allah, so'raylar degansan. Bu kecha qancha so'rasa ham so'raydigan kun. Sen Alloh adashib so'rasak ham, bilib so'ramasang ham, bilib hammasini bilib turasan. Ya Allah, qalblarni egasi o'zingsan. Biz ojizmiz, xosimiz ya Alloh. Sengina berguvchisan, sengagina ibodat qilamiz, sendangina ibodat so'raymiz ya Allohim. Ya Allohim, bu bizlarni qilayotgan kasb-korlarimizni Allohim haloldan barakotli qilgin Allohim. Qilayotgan barcha ishlarimizda o'zing madadkor bo'lgin. Shulardan bizga halol rizq bergin. Shularni erta hisob kitobi bo'ladi. Hisob kitoblarini o'zing rozi bo'ladigan ishlarga ishlatib, oson hisob kitob qiladigan ishlarga ishlatishga tavfiq bergin ya Alloh. Ya Allohim, sendan har bir narsa sening hukmingda, sening ilmingda ya Alloh. Biz hech narsani bilmaymiz. Sen bildirganligini bilamiz. Sen bildirmasang biz hech narsani bilolmaymiz ya Alloh. O'zingga tavakkal qilamiz, o'zingga suyanamiz, o'zingdan madad so'raymiz ya Alloh. Qur'oningni nur, shifo, rahmat, barakot shaklini hidoyat bering Alloh. Shu Qur'oningni hidoyatini, shifosini bizlarning ustimizga tushirgin ya Alloh. Ya Alloh, bizlarning dardlarimizga shifo bergin ya Alloh. Jamoatlarimizda ham qishloqlarimizda qancha bemorlar yotgan bo'lsa, bemorlarga oldin shifo bergin Alloh. Shu oylarni Allohning gunohlariga kaforat qilgin ya Alloh. Ya Alloh, sen shunday mehribonsan. Sen hech narsani bekordan bekorga qilmaysan Alloh. Avval nima bo'ldi, hozir nima bo'lyapti, undan keyin nima bo'ladi, sendangina biladi. Sengina bilasan. Dard beruvchi ham o'zingsan, shifo beruvchi ham o'zingsan, foyda beruvchi ham o'zingsan, ziyon beruvchi ham o'zingsan, baxtli qiluvchi, baxtsiz qiluvchi ham o'zingsan. Ya Alloh, sendan boshqa hech kimdan hech narsa bo'lmaydi. Hamma narsani o'zing butib qo'ygansan ya Alloh. Bizlar aqidamizni, bizning iymonimizni salomat qilgin Alloh. Ya Alloh, qiyomat kuni Allohning iymonimiz foyda beradi. Bu dunyoda oxiratda iymonimiz foyda beradi. Shuning uchun iymonimizni mustahkam qilish, ishonchimizni to'liq qilgin Alloh. Ya Alloh, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'liq erishadigan bandalaringdan qilgin ya Alloh. Ya Alloh, u kishining sunnatlarga muhabbat qilib turadiganlardan qilgin. Ya Alloh, u kishiga salovat aytganda qalbimizni u kishiga muhabbat qilgin ya Alloh. Ya Alloh, sen shunday mehribonsan Alloh. Ya Alloh, bizning namozlarimizni o'nglagan. Ya Alloh, o'zing namozsiz biz ne'mat qilib berding. Kuniga o'zing bilan 5 nafar bog'lanishga mumkinchilik berding. Bu sening katta bir ne'mating. Shu ne'mat namozini turg'izib Alloh, o'zing bilan hojatlarimizni faqat namoz o'qing. O'zingdan so'raydigan bandalaringdan qilgin. Dunyodagi maxluqlaringga xayrlarni ham qo'ymagin. Ya Alloh, faqat o'zingga xayrlarni ham qilgin Alloh. Sen berganni hech kim to'sa olmaydi. Sen to'sganni hech kim bera olmaydi Alloh. Sening hukmingda barcha narsa ya Alloh. Bizlarni doim o'zingni eslab yuradigan, har bir narsani ko'rganda o'zingning qudratingni eslaydigan, o'zingning ulug'ligingni eslaydigan bandalardan qilgin ya Robbil alamin. Sen ko'rib turibsan hozir mana. Hozir eshitib turibsan bizning so'zlarimizni, har bir qalbimizni, ixloslarimizni, qilayotgan duolarimizni hammasini bilib turibsan Alloh. Sen hamma yerda borsan Alloh. Osmon yer o'zingning mulking, sendan hech narsa yashirib bo'lmaydi. Osmondan nima tushayotganini bilasan, osmonga nima ko'tarilayotganini bilasan, yerga nima kiryapti bilasan, yerdan nima chiqayotganini bilasan. Hech narsa sendan hech narsani yashira olmaydi. Sen avvalsan, avvaldan borsan, oxirsan. Hamma narsa yo'q bo'lgandan sen bo'lasan. Sen zohirsan, barcha dunyoda sening borligingga dalil. Sen hamma ko'zlarni ko'rasan, bu ko'zlar lekin seni ko'ra olmaydi. Ya Alloh, sen shunday ham buyuk zot tursan.
Ya sen maqtovingni cheki yo'q, ulug'ligingda shak yo'q ya Alloh. Biz o'zingning ulug'ligingni, o'zingning qudratini qalblarimizga kirgizgin. Ya Alloh, ertaga o'zingni eslaydigan bandalardan qilgin. Ya Alloh, hayot musulmonlari darajasiga ko'targin. Har bir qo'lni qo'shnilik haqqi, birodarlik haqqi, hammasini o'zing o'rniga qo'yishga targ'ib bergin. Ya musulmonlar darajasini ko'targansan, pul bo'lsa ham sening oldingda darajasi baland. Shuning uchun har bir musulmonni ko'rganda u musulmonlar darajasini o'rniga qo'yishga targ'ib bergin Alloh. Ya Alloh, bizga ixlos bergin. Qilayotgan ibodatlarimizni ixlos bilan qil Alloh. Faqat o'zingning roziliking uchun o'zinggina qiladigan qilgin Alloh. Sen o'zingina qilgan ibodatnigina qabul qilasan. Boshqa ibodatlarni qabul qilmaysan Alloh. Ertaga yuzimizga urmagin ya Alloh. Ya Alloh, bunga shunchalik dinda hammamiz dindan yashaymiz. Dinni berding, endi shu dinni o'zimizga, zurriyotlarimizga qoldirib yetkazib ketishga targ'ib bergin Alloh. Dunyoni mehnatini bilan ovora bo'lib qoldik Alloh. Dinni mehnatini tashabbur qiling Alloh. Dinni mehnatini qilishga targ'ib bergin Alloh. Dinni mehnati nimaligini bilmay qoldik Alloh. Ya Allohim, dinni mehnatini Allohni tanitish, oxiratda eslatish. Ya Alloh, farishtalar borligini, kitoblarni nozil bo'lganini, dunyo oxiratda o'lim bor, qayta tirish bor, oxiratda haqiqiy yashash bor. Har bir narsa taqdirdan bo'ladi. Sen lutf qilgan narsa bo'ladi. Shular hammasini o'zimiz zurriyotlarimizga o'rgatib, shularning aqidasini to'g'rilab, o'zingizdan so'raydiganlardan qilinglarni Alloh. Ya Alloh, so'raydigan hojatlarimiz o'ta ko'p. Qalblarimizda hammamiz mana shuni o'tiramiz, intizor bo'lib o'zingga muhtoj bo'lib o'tiramiz Alloh. Har bir qalblarimizga hojatlarimizni o'zing bergin Alloh. Senga hojatlarni berasan. Biz ayta olmaymiz har bir o'zing qalblaridagi sizlarni, qalbdan o'tayotgan hislarni ham bilib turibsan ya Alloh. Ya Alloh, tilimiz bilan ayta olmay, dilimiz bilan aytganni ham bilib turasan ya Rabbil alamin. Sen shuni bilan qudratli zotsan. Ya Alloh, sen alimsan. Hamma narsani bilasan ya Alloh. Sen eshitasan, hozir eshitib turibsan ya Rabbil alamin. Ya hayran nasirin, ya zal jalal val ikram. Allahumma salli va sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Ya Rabbil alamin, ya hayran nasirin. Mana shu qishlog'imizdagi barcha dinni g'amida yurgan, dinni mehnatini yurganlar barchani Alloh o'zing qalblarini, iymonlarini salomat qilgin Alloh. Oilalariga iymon, ofiyat, salomat, hidoyat, nur, shifo, rahmat, barokat bergin Alloh. Mana shu qorilarimiz mana shu Ramazon oyida bizlarga Qur'onni xatm qilib o'qib berishdi Alloh. Ularni o'qigan xatmlarini Alloh darajasini ko'tarib o'zing va'da bergansan. Qiyomat kuni qorilarni maqtargan darajada ular Qur'onni o'qidayman, qayergacha o'qisam o'sha darajang deydi. Eng baland daraja o'sha Qur'onni o'qiganlarda o'shanda maqomlarga yetkazgin ya Alloh. Ularni zurriyotlaridan Alloh yana shunday qorim olimlar chiqargin. Ularni hammasi dinni mehnatini qilib Alloh o'zing dinini mahkam butun insoniyatlarga dinni tuzilgan qilgin. Qishlog'imizda ulamo olimlarni ham hamma musulmonlarni ham boshini biriktirgin Alloh. Alloh hammamizga Allohim bir ittifoqli bergin Alloh. Yorilishdan, bir-birimizni orqamizdan qilishdan, g'iybat qilishdan o'zing asragin Alloh. Sen Alloh qalblarimizda egasi o'zingsan. Qalblarimizni to'g'ri yo'lga bergin Alloh. Shaytonning vasvasasidan, nafsimizni yomonlikdan o'zing asragin Alloh. Sen Allohim shaytonning o'zi eng hatto dushmanini biz ko'ra olmaymiz. Uni sen yaratgansan. Uni har bir holatini sen bilasan Alloh. Bizlarga kun mahalda o'zing shaytonning fikrlaridan asrab, farishtalar o'zing qalblarimizga farishtalar fikrini solgan Alloh. O'zing shunda qalblarimizda shularni isloh qilgan Alloh. Sen qalblarni egasi o'zingsan Alloh. Ya Alloh, Robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallohu ala khayri xalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. O'tgan qishlog'imizdan barcha o'tgan katta ulamo olimlarimizni hammalari masjidlarda xizmat qilganlar bor, mehnatini o'qib ketganlar bor, hammasi o'tganlari bor. Allohim shu o'tganlarimizni hammalariga mana narigi masjidda
Jamal'ın Faruk'a rahmet Allah rahmet Aslan Faruk'a yana başta namaz babamıza hizmet Faruk'a Osman Dönlerimiz hammalarına Allah rahmet etsin. Ana şu tutlarının bereketinden Allah'ım ularning qabrlaridan ozod qilgin Allohim. Ularning o'zlariga kelgan ibodatlaridan qabrlarida dasturxon qilib ularga rohat bergin ya Alloh. Ya Allohim orqalardan bizdan boramiz Allohim. Biz borganda ham biz orqalardan shunday bir yaxshi amallar bilan bizlarni hammamizni eslaydiganmiz. Bu orqalarida zurriyatlar qoldirgin ya Alloh. Masjidlarimizda obod qiladiganlardan qoldirgin ya Alloh. Sen ota mehribonsan. Ya Alloh so'raydigan hojatlarimiz ko'p. Allah'ım hani dualarımız hamdolsun kalplerde almışsın o dualar süresini kutlatmıştı. Kalplerde bu Allah'ım şöyle ağır özgün Allah'ım sen sırlarını her bir nasıl bilirsen Rabbana atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. O'zimizni muftiyatda, ichkirida turgan domlalar, yana biz ustimizda turgan barcha domlalar Allohim hammalarni Allohim iymonlarini salomatligimizni dinlab peshvo bo'lib Allohim dinni yetarlashga bergan hammasiga kuch quvvat g'ayrat shijoat bergin ya Allohim o'zing ularni qo'llagin ya Allohim ularni yomon dushmanlardan o'zingni himoyangga olgin ya Allohim albatta sen ularni o'z himoyangga olgursan ya Allohim Allah sınavlarda sınavlarda yengil başarılı ederken ya Allah'ım sınavlardan yengil uçuşları nasip kılın ya Allah. Ya Allah bu dünyada her birinde sınavdan böyle Allah. Kıyınçılıklarda baştan aldattı rahat verir o şuna halde sabır kılıp özünge tayan özünge namazda sırayla devam Orada bir şekilde kayıt ediyorlar. Bana yani ya Rabbi alem. Şu donlarımızı kademini müstahkam kılın. Sıralı donlarımızı dua kılın ederse sıralı donlarımızı yani şurada adamlarımız. Şöyle böyle azgınlar musibet geldiğinde Allah musibetlerini yiyip Allah'ım o'zing yengilchilik bergin ya Rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.